Dünyayımızның çıraqı болған Quyosh yer sharidan 1.300.000 hassa cho'ng. Bizning Samanyolu sistemamizda 200 milliard bilan 300 milliard orasida yulduz bor. Ularning har biri Quyosh cho'nligida bo'lib, mushu hajmdagi 300 milliard yulduzning qoplagan doirasini tasavvur qila olamsiz. Acaba bunchalik ko'p yulduzni bir-biri bilan so'qib o'tmay aylantirgan kim? Olimlar 800 million yulduzlar sistemasini bayqab chiqqan. Ularning o'zlarining e'tirof qilishicha, ular faqat koinotning milliondan birini oran bayqab chiqa olgan. Acaba bu koinotning cho'ngligi qanchalikdir? Quyoshning markaziy issiqligi 20 million santigrat daraja. Suning 100 gradusda qaynaydiganligi ma'lum. Agar Quyoshdan yengnining uchidek bir modda akilalasak, 160 kilometr yiroqlikdagi bir moddani ko'ydiralaydi. Agar butun dunyo o'tin va ko'mir bo'lsa, Quyoshning bir kunlik ehtiyojini qondirolmaydi. Acaba Quyoshdan iborat bu isitqoni o'chirib qo'ymay yondirib turgan kim? Quyoshning yer shari bilan bo'lgan oraliqi 150 million kilometr. Samanyolu sistemasining diametri bo'lsa 100 ming nur yilidir. Nurning sekundlik tezligi 300 ming kilometr. Agar sekundiga 10 ming kilometrlik surat bilan mang'alaydigan bir raketaga o'ltirsak, Samanyolu sistemamizning bir tarafidan yana bir tarafiga berish uchun 15 milliard 800 million yil ketadi. Quyoshning yer sharimizdan 1.300.000 hassa cho'ng ekanligini o'rgangan edik. Endi diqqat qiling. Xiyolningmi tasavvur qilinmaydigan bir yulduz haqida so'zlaymiz. Canis Majoris yulduzi. Uning radiosi 2100 Quyoshning radiosiga teng bo'lgan. Bu yulduz bayqalgan eng cho'ng yulduz deb bilinmoqda. Bu yulduz shu qadar cho'ng ekanki, uning ichini to'ldirish uchun 7 milliondan ortiq yer shari ketadi.